Agar erkak kishini xotini uyida zo'r bo'lsa deydilar, ustozimiz aytadilar. Erkak kishini uyida xotini zo'r bo'lsa, erkak kishi uyga kirib kelishligida bayram bo'lib ketadigan bo'lsa, kayfiyati ko'tariladigan bo'lsa, ayoliga qarab mehri jo'shib ketadigan bo'lsa, bilsinki haligi erkak jannatda yashayapti deydilar. Mayli u ko'chada qanchalik hurmati past bo'lsa-da, obro' e'tibori past bo'lsa-da. Endi uni aksi, erkak uyga kirishligi bilan urush to'polon bo'lsa, dilxiraliklar bo'lsa, ayoliga qarab qalbi g'ashlanadigan bo'lsa, bilsinki u ko'chada qancha obro' e'tibori baland bo'lsa ham, martabasi ulug' bo'lsa ham bir tiyinlik foydasi yo'q deydi. Chunki eng kerakli joy qo'ldan ketdi uni. Shuning uchun ayollar zo'r bo'lsa, erkaklar ham zo'r bo'lsa, bir-birini ko'rganda muhabbati oshib, xursandchilik bo'ladigan bo'lsa, ana shu oiladan baxtli oila